Assalamu alaykum. Xasiyetlik dasturxon programmamizda ko'rishganligimdan xushalman. Bugungi programmamizda yer yanqi va ochiq suvdan foydalanib, qon besimini tuvaltishda aktiv rol o'ynaydigan apchil bir retseptni ko'rib boqaylik. Undaqda kerakli materiallar bilan tanishib chiqaylik. Yer yanqi muvaffaq miqdorda, ya'ni qizil po'sti bilan birga bo'lish kerak. Buni mayda qo'rib pishirib olmaymiz. Quruq qozonda yoki duxovkada pishirib olsak bo'ladi. Undan keyin ochiq suv. Ochiq suv, qora ochiq suv bo'lsa-mu, boshqa ochiq suvlar bo'lsa-mu bo'laveradi. Undan keyin bir pokiza aynak qutimiz bo'lishi kerak. Undaqda aynak qutimizga yer yanqini solamiz. Solgandan keyin uning ustiga ochiq suyimizni qo'yamiz. Ochiq suvni mushu yer yanqi chilashqida holatda qo'ysak bo'ladi. Qo'ygandan keyin aynak qutining og'zini plastik yaltiroqda ching bir yem yeyib etgandan keyin uning ustidan aynak qutining og'zini yem qilib etib, to'nglatquning muzdek saqlash bo'limchisiga qo'yib qo'yamiz. 5 kundan 7 kungacha buğarlıqda turgandan keyin elib iste'mol qilsak bo'ladi. Mushu ochiq suv chilangan yer yanqini har kunlik atganlik nashliqdan burun 7 taldan 10 talgacha yeb berishni odatga aylantirsak, bu qonning tarkibidagi yog'ni kamaytib, qon besimining yuqori bo'lib ketishining oldini oldi ekan. Shundaqla o'riqlashni orzu qilayotgan kishilarimiz uchunmi nihoyatda foydali bo'lgan bir retsept hisoblanadi ekan.